Так, barchaga assalomu alaykum, Salom Sirmatov va bu kunduy tahlil videosi. Bugun sanamiz 25 iyun, kunimiz esa chorshanba va biz o'z analizlarimizni boshladik. Chorshanba kuni odatda bilamiz bizlarda yokida davomiy trend yokida rasvorat oladi. Bugun nima olishini давайте barobar albatta har doimgidek Jixuydan boshlaymiz. Jixuyda bizlarda nima bor? Albatta birinchi o'rinda ko'rishimiz mumkin. Bizlarda PVL hali olinmadi. Aytishimiz mumkin, to'g'ri, yevro va GUda albatta PVHlar olindi, likvidlar ham olindi. Undan keyin nima kutsak bo'ladi? Katta ehtimol chorshanba kuni har doimgidek video boshida aytganimizdek davomiy kutsak bo'ladi. Nimagaligini tushuntirib o'taman. Давайте birinchi o'rinda bu narsani Jixuyda 1 soatlikda sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar. Bizlarda PDL ham olinmagan va PVL va PDL ham salkam bitta joyda va bu narsani bizlar kunning asosiy target sifatida olsak ham bo'ladi. Undan so'ng nima shakl qilsa bo'ladi? Hozir misol uchun kechdan beri oqishni ko'ryapsiz va bizlar PVH olingan. Hozirgi oxirgi strukturada nima kuzatishimiz mumkin? Qaranglar. O'zimizda oddiy struktura. Drop, base, drop va yana base bo'lish ehtimoli yuqori. Nimaga deydigan bo'lsak, bizlarda hozir по сути juda yaxshi model shakllanyapti. Agarda hozir bizlarga qanday model bersa, bizlar PVL va hamda PDL ga hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Agarda bizlar hozir misol uchun Asiams akkumulyatsiya to'g'rimi? Londonda imенно mana bu BPRimizga yoki Frankfurtda BPRimizga bizlarga struktura beradigan holda bizlarga shakl, ya'ni model beradigan bo'lsa, o'zimizni PVL gacha hujum qilib ko'rsak bo'lar edi. Bu bizlar juda yaxshi model bo'lar, chunki Dixoid PVL juda yaqin va bu narsadan bizlar juda yaxshi foydalansak bo'ladi. Albatta qisqa sssilka bo'lishi mumkin, lekin shu qisqa vaqtda ham birga uch, birga to'rt olib chiqib ketish ehtimoli yo'q emas. Keyingi paramiz bizlarda Euro USD. Euro USD ham bizlarda asosiy target bugungi PDH. PDHdan so'ng bizlarda PDHga qanday borishni xuddi Dixoid bilan identikda bir xil bo'ladi. Mana shu M5 PPR, albatta M15 PPRda bizlarga yana bir aytaman qanday shakl berish muhim. Kelsa sразу ko'rib yubormaymiz. Желательно kishi M5 ga ham M3 ga ham o'tib model berishni kutgandan so'ng albatta PDHlarga undan keyin hujum qilib ko'rsak yaxshi stopni yana bir marta aytaman qizlamaymiz. Mana bu lobga qo'ysangiz ham ko'p holatda hech narsa yutqazmaysiz. O'shaning uchun shoshmaymiz. Самое главное o'zimiz modelimizni kutamiz va agar albatta bozor bizlarga model beradigan bo'lsa, undan so'ng bosamiz. Agar yo'q model bermaydigan bo'lsa, shunchaki naugat bosish kerak emas. Chunki naugat qilganda уже bu trading bo'lmaydi. Давайте GU'da sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Asosiy model bo'yicha. Qaranglar. Aytishingiz mumkin, qayergacha ketish mumkin? Juda to'g'rimi? Дальнейший target qayerda? Katta ehtimol bilan mana bu flow, to'g'rimi? Bizlarda order flow bo'ladi va man birinchi o'rinda mana shu flowni olsa kerak. Bu yerga kelganda уже ozroq lamatsiya qilgan holda baribir mana shu fayni ham katta ehtimol bilan uradi. Lekin bugungi emas, asosiy hozirgi bizlar magnit zon sifatida mana shu flowni qilsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda narx necha? Hozir aytib o'taman. Koordinatasi 39,835 da katta ehtimol bilan kelish ehtimoli yo'q emas. Tak, bunda ham bizlarga eng katta foyda hozir nima? Birontasi ham PDH olmagan va bu bizlarga juda yaxshi model yasab berish ehtimoli yo'q emas. Bu yerda ham xuddi shu holat desak, sal adashgan bo'lar ekanmiz. Bu yerda sal давайте kattaroq time frame'dan biror narsa qidirib ko'ramiz. Da, bu yerda ishlagan ekan. Bizlarga agar yaxshi bo'lardi, hozir bu yerda impuls kelyapti, to'g'rimi? Juda yaxshi bo'lardi agarda Euro USD da Frankfurt yoki London именно low'ni olib juda olmaydigan bo'lsa, yana bitta SMT ga tasdiq va bizlarga juda yaxshi tasdiq sifatida, yana qo'shimcha tasdiq sifatida ishlasak bo'lar edi. Bu bizlarga juda yaxshi преимущество bergan bo'lardi. Euro DXYda analiz shu. Keyingi analizlarimiz indekslar. Indekslar nima bo'lyapti? Bugun bayset olinadimi? Ehtimol juda yuqori bayset olinishi уже hech qancha qolmadi baysetga kadar. Shu kontur nimagadir qotyapti va bu narsa yana menda ko'rsatmayapti. S&P bayset biroz uzoqda bu nima degan? Nasdaqda katta ehtimol mana bayset hech qancha qolmadi. Bu yana ancha teparoqqa ketish ehtimoli juda yuqori xaridlar. Hech qancha qolmadi, qancha bir 20 pips qoldimi yo'qmi? Da aytgandek 16 16 17da qopti. Katta ehtimol bayset yangi all time high ko'ramiz va undan keyin S&Pda ozgina korreksiya ko'rasiz pastga. Bu absolyutno norma va mana bu order bloklardan mana bemalol hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ham agar bu yerda ham AMD modeli bo'lsa juda zo'r bo'lardi. Ustiga da как раз AMD modeli low'da ekan va bu narsaga bizlar ishlab beradigan bo'lsa, mana bu IFVG'dan undan oldin EPR sifatida ishlagandan shunday akkumulyatsiya, manipulyatsiya
va distributsiya harakatini ko'rsak, bizlarga nur ustiga alo nur va bizlar juda yaxshi imkoniyatni qo'lga kiritsak bo'ladi. Keyin boramiz tillab. Tillada nima ko'rishimiz mumkin? Так, tilla ham PVL ga ozgina qolibdi. Kelyapmi? Bir daqiqa, bu o'tgan analiz bo'lishi mumkin, chunki tillada bilasizlar, ayol PVL olgan ekan uzr akalar. PVL olgan ekan davno. Endi katta ehtimol PVH ga harakat qilib ko'rish ehtimoli yo'q emas, lekin tillaga hali bayiga ishonish kerak emas, chunki urush hali davom etyapti va bu tilla o'sishiga ham olib kelayotgani yo'q. Hop, nima ko'rsa bo'ladi tillada? Akalar tillada mana bu lovlarga hujum qilib ko'rgan bo'lardim. Sababi mana bu flow olinganda, bu flowni qaranglar. Olib keyin tushgan. Вот. Sif ham berganda, mana bu flowni olib, undan keyin struktura beradi va hozir berayotgan strukturasi juda kuchli uровеньdan просто kelyapti xolos va katta ehtimol bilan bunda ham xuddi shu holat Aziyam просто sweep qiladimi, teparoqlardanmi, undan keyin просто keladi ras struktura agar bersa albatta biz zo'r bo'ladi PDLga hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Albatta birinchi o'rinda hozir PDH ga kuch yetadimi yo'qmi? Katta ehtimol yo'q, PDH ga kuch yetmasa lekin mana bu volyumni to'ldirib ketish ehtimoli yo'q emas. Mana shunga ham albatta zo'r bo'lishimiz kerak. Bugungi kunda tahlil videomiz shu. Barchaga rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Charchamang. Agar biror savol va tushunarsiz joylar bo'lsa, bizning Discord serverga kirsangiz, to'liq savollaringizga javob beramiz. Barchaga rahmat.